So'nggi 6 oylik kuzatuv uchun senga minnatdorchilik bildiraman, Zenov. Xo'sh, kuning qanday o'tyapti? Afsuski, ular uzoq vaqt davomida qarovsiz qolib ketgani uchun konlar maxluqlar uyasiga aylanib bo'lgan. Muammolarimiz faqat 4 ta kon emas. Mitrilga ishlashga xizmat qiladigan yaqin atrofdagi qishloqlar ham o'rik va goblinlar bosib olgan. Men eng yaqin konni ishga tushirmoqchiman. Bunga qancha vaqt ketadi deb o'ylaysan? Kamida 3 yil. Shuncha ko'pmi? Oson bo'lmasligini tushunaman, ammo buni iloji boricha tezroq hal qil. Xo'p bo'ladi. U juda ham xoliqyapti. Iqtisodiyot uchun qanchalik muhimligini tushunaman, lekin boshqa mavzuga o'tsak. Vikont Karnel nima qilyapti? U o'zini qazib olishning ishlarini davom ettirgani uchun oq ashtarg'oni g'azabini keltirdi. Mishmishlarga ko'ra uning barcha qo'nchalari bir ko'zim ochuncha kulga aylangan. Endi qo'llarini yopirishga majbur bo'lgach, u nima qilishni oldindan aytib bo'lmaydi. Ehtiyotkorlik bilan harakat qilishimiz kerak. Demak, vaqti keldi, shundaymi? Ritsalar barcha maxluqlarni qirib tashlamoqchi. Nima bo'lganda ham, oxirgi 6 oyda unumsiz foydalanmadim. 12 ga to'lishim bilan sarguzasht bo'lish uchun Granvelar xonadonini tark etaman. Hali 2 yil bor. Shu vaqtgacha ularning yaxshiligini qaytarish uchun maxluqlarni qirib tashlayman. Ritsalar hamma kuchini o'zlashtirib olishiga yo'l qo'ymayman. Bostetti. To'g'ri joyini butun saqlab maxluqlarni qayta tug'ilishiga yo'l qo'yib ber. Yemir bo'lgan paytlarim aynan shu strategiyadan foydalanib, bir joyda qayta kuch yig'ardim. Ammo bu boshqacha vaziyat. Chunki bu yaramaslar odamlar bilan oziqlanadi. Spike. Agar ularni to'xtatsam, bu goblinlar yana ko'payib odamlarni o'ldiradi. Shunday ekan, ularni butunlay yo'q qilish vaqti keldi. Olga, Tendi Iskandroni. Qochib qutulib bo'lmaydi. Yagona chiqish yo'lini bekitib qo'yganman. Pashadek qirilyapti. Chatkiga ezib yozish vaqti keldi. Mana dahshatli goblinlar quroli ham keldi. Lekin u hech kimni qo'rqita olmaydi. Jamoam shu paytgacha minglab estarchiligi maxluqlarni mag'lub etgan. Ular bularni pachoqlab tashlashadi. Bugungi jangda jami 48800 XP yig'dim. Bir necha yuzta goblin uchun chakki emas. Atrofga tarqalgan goblinlarni birinma-ketin o'ldirishni boshlayman. Va keyin orklar qurolidan boshqarilgan ork qishlog'ini. Katta aka, akademiyani bitirganingiz bilan tabriklayman. Siz yana biz bilan yashayotganingizdan xursandman. Bu yil 10 yoshga to'lding, to'g'rimi, Cecil? Xo'sh, bu nima deysiz? Alien. Hov.
Menga shunday tuyuldimi yoki Mixayga nimadir bo'ldimi? Men ham shunday deb o'ylagandim. Men uni hech qachon bunday holatda ko'rmaganman. Endi 10 yoshga to'lganim uchun statlarimda yosh cheklov olib tashlandi. Bu degani o'z darajamdan to'liq foydalana olaman. Spideydan 30 ta nusxa yaratdim. Teddydan esa 20 ta nusxa. Bu mening eng yuqori darajam. Har holda hozircha. Alen. Ha. Men bilan hech qanday cheklovlarsiz jang qilasanmi? Pul so'rab o'tirishi ham shart emasdi. Bu yil men g'alaba qozonman. Bor kuchimni ishga solib. Boshladik. Boshlanglar. O'tgan yilgidan 2 barobar tezman. G'olib bo'lishga harakat qilaman. Nega zarba bera olmayapman? Men undan uzoqroq bo'lishim kerak edi. Hamma harakatlarim oldindan o'qiyaptimi? Jinnusa, meni qilish bo'yicha mahorati yo'q. Bu bo'yicha darajam juda ham past. Zarbalari hamon kuchli. La'nati. Jang tugadi. Men yutqazdim. Garchi tezligim yuqori bo'lsa ham, uning muvozanatini buza olmadim. Yo'q, u shundoq ham mendan ustunroq. Shuning uchun hujumlarni pasaytirishga majbur qiladi. Sen munosib ovchisan. Meni ancha terlatding. Albatta, jang uchun rahmat. Mixay, o'tgan 3 yil davomida akademiyada tinimsiz mehnat qilibsan. Qanchalik kuchayganing ko'rinib turibdi. Rahmat, otajon. Siz juda qattiqqo'lsiz, Allen. Lekin baribir akamga teng keladigani yo'q. Buni gapirayotgan odamni qara. Voy hoy, Mixay qaytib kelgandan keyin sizga dars berishni boshlash kerak edi. Undan o'rganishni juda ham xohlardim. Men ham o'rganishni xohlayman. Sesi, Thomas, gaplashib olishimiz kerak. Nima haqida aka? Men aslzodalar burchini bajarish uchun ketishim kerak. Yaqin orada uyga qaytaman. Kechiringlar. Bu kutilmagan xabar bo'lgani uchun. Kutib turing, bu qanday burch? Afsuski ayta olmayman. Qachon ketishingiz kerak? Ertaga. Ota. Lekin yana seni uyda ko'rishdan juda xursand edim. O'ylama. 3 yildan so'ng qaytaman. 3 yil? Shuncha vaqt ketadimi? Sesi, yig'lama iltimos. Tushunarli. Baron Granvel, bu shunchaki yomon tasodif. 3 farzandingizdan ikkitasida iqtidor bor ekan. Esimda, sizning o'g'lingiz Viksonda ham qobiliyati bor. Qanday bo'lishini bilasiz-ku. Biz aslzodalarni birinchi ado etishimiz shart. Baron bularni barini oldindan bilgan ekan. Aslzodalar burcha g'irt safsat ekanligi ko'rinib turibdi-ku. Qaytib kelishingizni kutaman aka. Rahmat. Ko'rishguncha, Sesil. O'g'lim, sen xonadonimiz faxrisan. Burchingizni bajaring va bizga qaytib keling, xo'pmi? Albatta. Alen va Sesilga ko'z quloq bo'lgan. Ularni asragan. Ha? Xo'p bo'ladi. Xayr, men Granvel nomini himoya qilish uchun yo'lga chiqdim. Sizni sog'inaman. U yomon holatdagidek tuyuldi. Balki tuyulgandir. Olti oy ichida hududdagi barcha goblinlar qishloqlarini bo'ysundirdim. Endi meni darajam 35 ta. Fursati keldi. Tayyorlaninglar. Bu ork qishlog'ini tormor qilishimiz kerak. Fletning chaqqonligini oshirish ishi kelyapti. Yigitlarim yakima jangda juda zo'r harakat qilishmoqda. Baron, himoyadan foydalan. Baron aynan vaqtida yetib keldi. Qiziq, u qancha zarar olyapti. HP miqdorini ko'ra olmasligim biroz muammoda. Ular toliqmasdan jang qila olsalar ham, vatan tashkilotga zarar olishsa, g'oyib bo'lishadi. Tezroq Spidey, menga yana 2 ta kerak. Kamonchilarni yiqiting. Ajoyib, hujumlarni davom ettirishimiz kerak.
o'xshaydi. Yo'q, ko'proq 200 ta. Menga buncha mazza. Ularni o'ldiringlar. Qo'shimcha guruh, jangga kiring. Dahshat, men kuchlar daryosida suzib yuribman. Rejalarim hozircha zo'r ishlayapti. Ammo orklar goblinlarga qaraganda qattiqroq qarshilik ko'rsatishmoqda. Bron. Nima bo'ldi? Bu sehrgar bo'lsa kerak. Bu orklar qurolimi? Yo'q, undan tashqari faqat bitta bo'lishi kerak edi. Demak, bu dunyoda maxluqlar sehrgarini birinchi marta ko'rib turibman. Qiziq, ular qanday kuchga ega ekan? Professional gamer rejimi yonida asalan. Ikkinchi to'lqinga tayyorlaning. Juda issiq. Jenursan, ular baron himoya qila olmaydigan tarafdan hujum qilishdi. Buning uchun javob berasiz. Tatikkor yaramas. Zo'r, bu ahmoqlarni bitta zarbada yutyapman. Menda ikkita po'lat char qoldi. Faqat nishonga aniq otsam bo'ldi. Ular qayerda? La'nati. Men ularga bu masofadan ota olmayman. Bu cho'chqalar ancha aqlli ekan. Hatto menga qarshi hujum qilishni ham boshlashdi. Bu xuddi do'zaxdan olingan manzaraga o'xshaydi. Himoyani yig'ishtirib, hujumga o'tishim kerak. Menda darajali sehrli toshlar juda ham ko'p. Agar kerak bo'lsa 20 mingdan ortiq tennis nusxalarini chiqarishim mumkin. Ham menda jonni tiklovchi dori bor. Ular o'lgungacha hujumda davom etaman. Olg'a, Teddy. Ajoyib, vaziyat asta-sekin meni foydamga ishlayapti. Orklar quroli shu yerda. Ularni bitta zarbada yo'q qildimi? Bir darajada dahshatli kuchli ekan. Yaratish, kuchaytirish, chiqarish. Yaratish, kuchaytirish, chiqarish. Yaratish, kuchaytirish, chiqarish. Jenursan, men ulgurmayapman. Va Teddy hujum qilishga yaqinlasha olmayapti ham. Baron, himoya qil. Ahvolim yomonlashdi. Baron quladi. Teddy, himoya qil. Bu og'riqli bo'ldi. HP-ni tiklab olishim kerak. Endi nima qilaman? Bu sehrgarlardan qochib, bossni yengish uchun qancha maxluqlarni chiqarishim kerak? Menimcha orqaga qaytishim kerak. Orqaga qaytishdan boshqa choram yo'q. Qiynalib qolganga o'xshaysan, ha? Kapitan Zenov. Qanaqasiga? Riselar bu yerga kamida ertaga yetib kelishlari kerak edi. Ustunni ko'rib kelgandim, qarab ko'ray deb. Tushuntirib bera olasanmi? Men orklar qishlog'ini qirib tashlamoqchi edim. La'nati. U hammasini ko'rdi. Hammangiz orqaga qayting. Chaqirgan maxluqlarim haqida indamaydimi? Men orklar qurolini yo'q qilaman. Qolgan mayda judalarni sen hal qil. Vitse-kapitan Leopard. Tushunarli kapitan. Vitse-kapitan ham shu yerdami? Men biroz kuch olsam yaxshi bo'lardi, ammo bunisi ham bo'laveradi. Eng kuchlilarning jangini birinchi qatorda tomosha qilish. Kapitan jang maydonida bunday ulkan kuch uchun laqabiga munosib. Odamlar uni Zenov, urush iblisi deb aytishadi. Bo'lishi mumkin emas. U o'zidan 2 barobar katta bo'lgan maxluqning zarbalarini qaytaryapti. Sehrli orklar. Demak, olov shu yerdan kelib chiqqan.
maxsus mahoratga o'xshagan narsami? U boshdan beri sehrli o'qlarga ishonib kelgan ekanda. Kapitan ham kapitan kabi nihoyatda kuchli. Mana o'shani qanday qilib Kren do'pposlab qo'ygan edi. Kapitan Zenov. U darajali maxluqni bir zarbada qulatdimi? Maxsus mahoratsiz a? Kun botgungacha uyga qayta olmadim. Yana kaltak yesam kerak. Avvaldan shubha qilgandim, ammo goblinlarning uyasini yo'q qilgan sen ekansan-da. Sen Granvelning xizmatkoriga aylanganingdan ko'p o'tmay shahar tashqarisidagi o'lik maxluqlar haqida ko'p eshitgandim. Ularning sehrli toshlari ajratib olingan ekan. Sen oq kiyimni bir o'zing olganing va boshqalarni hisobga olsak, bu ishni kim qilayotganini topish juda qiyin emas edi. Demak, sirlari fosh bo'ldi, shundaymi? Senda qandaydir iqtidor bor. Sen bilan birga jang qilgan o'sha hayvonlar ularning bir qismi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri topdingiz. Sirim batamom fosh bo'ldi. To'g'ri. Bundan boshqasini tan olmayman. Agar yaratuvchi Xudo bilan gaplashganimni aytsam, bu qanday g'alvalarni keltirib chiqarishini oldindan aytish qiyin. Voqea, baron senda iqtidor borligini allaqachon biladi. Sen oji darajasiga ko'tarishiga aynan shu sabab bo'lgan. To'g'ri gapiryapti. Meni yoshimdagi bolaga shunchalik erkinlik va javobgarlik berish odatiy hol emas. Keling, artib qo'yaman. Eshit, Alan. Agar bugun ko'rganlarim sirq sarqilashimni xohlasang, hisobotimda ularni qo'shmayman. Buni evaziga menga maxluqlar ova borasida qanday ketayotgani haqida ma'lumot berasan. Ikkalamizning maqsadimiz ham bir. Ko'proq kuch yig'ish maqsadida riserlar ichiga xalaqit bermasligim kerak. To'g'ri, aytganingizdek bo'ladi. Tan olish kerak. Bunday jarohat bilan qanday tirik qolganiga hayratdaman. Daraja ko'tarilganda ham yo'qolmagan. Jangovar chandiqlar bilan qolgan-a? Ajoyib. Vazifa bajarildi. Hamma sirlarni o'rganib chiqdim. 40 tedning nusxasi bilan hamma tomondan hujum qilaman. Bu ork qo'shinlariga katta zarar keltiradi. Qolgan sehrli orklarni yo'q qilguncha hammasiga hujum qilaman. Bu sonlar jangi. Men o'zim hujumga uchramasam bo'ldi. G'alaba qozonmagunimcha nusxalarni qayta-qayta yuboraveraman. Bitta ork qishlog'idan oladigan jami kuch 335 mingni tashkil etadi. Goblinlardan 7 barobar ko'p. Muvaffaqiyatga erishish uchun yutqizib turishi ham kerak. Haqiqiy gamerning yo'li shu. Sizni bu yerda ko'rganimiz sharaflidir. Iliq kutib olganingiz uchun rahmat. Qirollik xabarchisi. Kechirasiz, nima uchun bu yerga keldingiz? Buni topshirish uchun keldim. Nima, rostdanmi? Bu o'g'lingizning kundaligi. Har bir askar harbiy qarorgohda bo'lgan yozuvchilik bilan shug'ullanadi. Shuni ma'lum qilamanki, o'g'lingiz o'z burchini sadoqat bilan ado etdi va o'ldi. Bunday bo'lishi mumkin emasdi. Qanday qilib bunchalik kam vaqt ichida bu sodir bo'lishi mumkin? Mixay akademiyani endi bitirganini bilardingiz-ku. Biz aslzoda bo'lganimiz uchun uni prostak o'ldirib yuborishingizni qarab tura olmayman. Noroziligingiz bilan qurolga zarar yetkazishni xohlaysizmi? Xonim, uzr so'raymiz. Biz ketishimiz kerak. Yana boradigan joylarimiz bor. Xayr. O'sha kuni u o'zini g'alati tutgan edi. Allen, Sesilga ko'z quloq bo'lgan. Uni asra. U o'lishini
Oldindan bilganmidi? Ota, nima bo'lyapti? Iloji bo'lsa, boshqa xonaga chiqib turinglar. Sen ham, Tomas. Iya, nimaga endi? Men ham bilishni xohlayman, ota. Nima uchun faqat Sesilga aytyapsiz? Bechora ustoz Mixail. Nima? Mixailni olishini bilganingizni aytyapsizmi? Bu biz bajarishimiz kerak bo'lgan burchimizdir. Xo'sh, nima? Bizning tirikligimiz yagona sababi bu burch uchun o'ldirilishmi? Aslida bunday emas. Eshit. To'xtab tur, Sesil. Ularning qo'lidan hech narsa kelmas ekanda. Asalzoda bo'lishning bu halokatli burchini itoat etishga qanday majbur qiladigan sharti bormi? Umid qilamanki, xonim Sesil yaxshi bo'lsa kerak. U kechadan beri xonasidan chiqmadi. Esimda, baronning ota-onasi va akasi ham juda yosh vafot etishgan edi. Bularning barchasi asalzoda burchi degani sababli. Tushunmadim. 15 yoshda hayotdan ko'z yumish. Bu juda shafqatsizlik. Bizga yordam kerak. Lady Sesil yo'qoldi. La'nati, qanday xizmatkorman o'zi? Derazadan tushib qochganmi? Sesilni topdinglarmi? U xonadan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Men tashqarini qidiraman. Nima bo'lsa ham uni topishim kerak. Faqat ahmoqona ish qilib qo'ymasam bo'ldi endi. どうして生まれてきたの終わりのない問いかけに今あなたのぬくもりが答えをくれたから大切だと思えば思うほどなぜなくす時を想像してしまうのだろうどんなに傷ついてもささやかに願う一緒に生きること強くなりたい運命さえ変えて未来つかめるようにありふれた喜び